بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم جماعة barchamizga bugungi sayyidul ayyom haj munosabati muborak bo'lsin. Bu kunlarda yaratgan mehribon Rabbimiz o'z dargohidan yog'dirib turgan barakalardan hammamizni bahramandchilikdan olmasin. Inshaalloh bugun juma namozi oldida suhbatlashadigan mavzuyimiz bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan bittasi bo'lib, bu ham o'z g'iybatdan sirlanmaydi degan bir mavzu bo'lishi kerak ekan. Inshaalloh Alloh nasib qilganicha suhbatlashadigan bu mavzuda albatta hammamiz bu foniy o'tkinchi dunyoda jamiyatda yashar ekanmiz. Odamlar bilan har kuni o'zaro munosabatda bo'lamiz. Bundan biz xoli emasmiz. Kim bo'lsin, yaxshi ko'rgan kishimiz bo'lsin, xoh bizga ma'qul kelmagan kishi bo'lsin, biz bu dunyoda mana shu narsaga buyurilganmiz. Ya'ni muloqotda, muomalada bo'lib yashashga biz majburmiz. Endi o'sha yashash davomida albatta siz bilan biz har birimizda nafs bor. Nafs faqat o'zi xohlagan narsani, o'zi xursand bo'ladigan narsaga bizni undaydi. Nafsimiz o'zi xohlamagan, o'zi xursand bo'lmagan narsalar esa bizni man qilishga harakat qiladi. Ammo Alloh taolo bu foniy o'tkinchi qisqagina imtihon dunyosini imtihonligini siz bilan biz bandalarga anglatib, dunyoda har bir nafasimiz hisob-kitob qilinib turilganligini, har bitta harakatimiz uchun oxiratda javob berishligimiz haq ekanligini o'zini muqaddas kalomi Qur'oni azim-shanda buni xabarini berib, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa qiyomatgacha keluvchi ummatga ulug' bir muallim qilib yubordi. Va mana shu holatda agar hayotda insonni o'ziga qoladigan bo'lsa, inson juda ham ko'p yer yuzida fasod ishlarga tashlaydi agar uni o'ziga qolsa. Lekin biz bu o'tkinchi qisqagina dunyoda imtihonda istiqomatda bo'lar ekanmiz. Robbimiz Alloh bizga qiyomatgacha adashmasligimiz uchun, o'zimizga o'zimiz zulm qo'ymasligimiz uchun ulug' bir dastur qilib, o'zining muqaddas kalom Qur'oni azim-shanda siz bilan biz bandalarga rahmat qilib o'sha qonunni yubordi. Bas kim agar Qur'onga amal qilib yashar ekan, uning hayoti juda ham go'zal davom etadi. Kim agar Qur'ondan o'zini tortib yashar ekan, bu eskicha, biz bunga amal qilmaymiz, bugun hayot boshqacha bo'lgan deydigan bo'lsa, o'zi bilan. Alloh taolo muqaddas kalom Qur'oni azim-shanda bizni shunday ogohlantiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya eyyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhunn inna ba'dadh-dhanni ithmun. O iymonli mu'min bandalar, ya'ni Xudoga ishonaman deb yerda yashayotgan bandalar, sizlar ko'p gumon qilishdan o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Chunki ba'zi gumonlar bu gunohdir. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. Sizlar bu iymon bandalar, endi bir-birlarini ayblariga axtarib, bir-birlariga orqalardan josuslik qilib yurishni yig'ishtiringlar, uni qilmanglar. Hayotda insonni tabiati majmuasiga juda moyillar, birovni kuzatib, aybini axtarib topib olsa, mazza qiladi. Odamzod shunaqa tabiatda bir fil bo'ldi, tabiatimizda shunaqa holatimiz bor. Birovni aybini topib olsak-da, agar odam sabr obuyliroq bo'ladigan bo'lsa, shu chiqib ko'chaga borib suyunchoq odamlarga tarqatsa, mazza qiladi. Shunaqa yumaloq mazza qiladi, lekin o'sha sizlarimiz mazza qilayotgan narsadan Alloh taolo bizni qarang ogohlantirib qaytaryapti. Avvalo gumondan o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, chunki gumonda ba'zi gunoh bu, aniq gunoh. Endi ikkinchi o'rin ogohlanadigan holat esa siz endi tajassus bo'ladi, josuslik qilmanglar. Josuslik qilmanglar. Hozir shunaqa josuslar bor, ataylar birovlar bir manfaat uchun ham josuslik qilayotganlar bor. Shoshilib, mana shu menga sanab beraman. O nima manfaat uchun sanab berishdi?
Bir erga xotinini sinab beryapti, bir xotinga erini sinab beryapti. Yoki ikkita bir do'st buyurganlarga do'stini sinab beryapti. Dunyoda kim beray? Hamma o'ziga yarasha ayb bor. Lekin Alloh taolo o'sha aybni yetib turibdi-da. Bir kunki o'sha inson o'zini isloh qiladi, tavba qiladi deb Alloh imkon berib tursa-chi, ana bu josuslik qilib o'sha ayblarni axtarib, o'sha ikkita inson orasini buzishga harakat qilishdi deb bir narsa bo'lyapti. Ana endi Alloh taolo yana ogohlantiradiki, ayyuhum ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan, bir birodarlaringizga o'lgan go'shtni yeyish xohlaysizlar, tiligini emas, o'ligini go'shtni yeyish xohlaysizlar. Naqadar xulgi narsalar ko'z oldingizga keltirib qo'yadigan narsalar. Bir birodar o'lib yotibdi, o'sha o'ligini go'shtni yeyishdi. Tasavvur qilib qo'yinglar deyapti. Faqaringizni qanday ham xunuk holatda deyapti. Alloh taolo bizga shunchalar mayda bir holat tushuntirib beryapti. Ko'z oldiga keltiringlar. Qanchalar bir xunuk holat o'sha. Demak, sizlar birodarlarga g'iybatini qilyapsizlarmi? Shuni josuslik qilib, obro'sizlantirish uchun harakat qilib yursizlarmi? Bu yoki ana shu birodarlarni o'ldirib, shu o'ligini yegandan hangi gunohlar bo'lasizlar deyapti. Bu shunchaki o'xshatish emas, buni Alloh taoloning o'zi bizni buni ogohlaryapti. Demak, kim josuslik qilsa, shu g'iybat qilib, gumon qilib, menimcha shunda bunaqa deb, mana shunaqa bir bemaza ishlar bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, Alloh taolo buni shunchaki misol keltirmayapti. Bu yoki o'sha ishlarda shug'ullanib yursizlarmi, bu hechgina dunyoda ana shu odamni o'ldirib, o'ligini go'shtni yeganchalik gunohni bo'yinlarga biz bosamiz dedi. Yozamiz o'sha bo'yinlarga o'sha. Tavbada javob berasizlar. Hozir birodar bir joydan $100 pora olgan. $1 million pora olgan deb bo'yniga bosasa nima bo'ladi? U odamga alam qilganlikni o'zi uni izoladi. Voy, $100 ga olgan. Bechora pora. Bu $1 million bo'yniga bosib qo'yapti. O'sha $100 olmaydi o'ylaydi bo'ladi. Qolganligini o'lganini yaxshi bo'ladi. Dunyoda shuncha bo'lyapti. Endi oxiratni o'ylab qo'yaylik. Alloh taolo oxiratda shuni odamdan beryapti. Bir odamni o'ldirib qo'ysa qancha gunoh bor? Xafa qilib qo'ysangiz qancha gunoh bor inson. Ammo bu yerda Alloh taolo shuni qattiq ogohlantiryaptiki, demak, g'iybat qilib, obro'sizlantirib, uni sha'niga shunaqa loyishlar shunaqa ishlar qilarini o'lgan go'shtni yeyish bilan bir xil gunohga bo'layapsizlar deyapti. Mana shuni Alloh ilmolloh tavba rahimiy tavba qiladi. Agar kim olib tirik bo'lib turibdi, shuni bilmaydan o'sha gunoh qilib qo'ydimi? U vaqt imkon bor. Tavba qilsin. Endi tavba qanaqa? Men misol Allohga raza ibodatni qilib yomonlar nazar qilib chiqganda hayda bo'laydi, Xudoyga tavba qilamiz. Bu o'tmaydi tavba. Mana buni tushunaylik. Bu bir odamni o'zi nima desam deb bo'lmaydi. Yer yuzida yashashga odamga imkon qoldirmay ibodat qilib bo'ldi. Hamma ibn Iynasgacha sirlarni bilib olib, butun ko'chaga sochib chiqdi. Ana endi demak, endi biz tavba yo'liga o'tamiz. Chunki Alloh taolo Qur'onda tavba qilinglar, hali o'lganlaring yo'q. Sizlarga shans bor deyapti. Deydimi? Biz bunaqa tushunmasligimiz kerak. Qanaqa tavba qilamiz? Mana misol men Allohga qanday ibodat qilganman? Misol. Xudoga tavba qilsam, Xudo tavbamni kechiradi. Tavbamni qabul qilmaydi. Sharti bormi? Men bu odamdan bor kechirim so'rashim kerak. Hojaga siz shu kecha falon bo'ladi, aslida olib keldik. Hamma odam hammasi bezdirib bo'ldi. Armiyada nima ish qilgansiz, 11-sinfda nima ish qilgansiz, hammasini bildim-da, hammasini aytib berib bo'ldi. Lekin keyin bilib qolib, mana bunaqa gunoh qilgan. Hojaga shu gunohimni siz kechiring deb bu odamdan kechirim so'rashimiz kerak. Agar bu odam rozi bo'lsa, qani endi Allohga biz tavba qilishimiz kerak. Bugun shunaqalar borda, o'zidan taqvolar yasab olib, jamiyatda bor ahvollarni tiqilib, hammani dilini siyoh qilib, aytib kechasi tahajjud turib namoz o'qiydiganlar bor ekan. Bu haqiqiy davomda tahajjud. Hazrati Ali roziyallohu anhu dek zotlarni shahid qilgan inson qo'lga tushib o'ldirilayotganligida tilini sug'urib olmoqchi bo'lgan.
tilini sug'urib kesib olamiz deganda iltimos tilimni qoldiringlar demiş. Nima qilasan endi tilni? Til senga endi kerak emas desa, men Allohga tavba qilaman demiş. Hazrati Ali roziyallohu anhudek zotni o'ldirib o'tirgan odam endi Xudoga tavba qilaman deyapti. Mana shunaqa bo'lib qolmasligimiz kerak edi bizlar. Demak, Alloh taolo bu yerda eng katta narsalardan 3 ta narsamizga ogohlantirdi. Gumon qilishdan saqlaninglar. Chunki mashhurlar oyat bosish chatoq qilib deymiz-da. 2-3 marta yarim mashhur joyda ko'rdim. Nima qildi? Ishi bordi. Zarurlar yuzasidan kelganda, nima endi biz shu gumonimizni isbotlab olishimiz shartmi? Alloh taolo aytmoqda beradi. Ba'zi gumonlar gunoh bo'ladi. Shu gumonda keldi, darrov tarqatinglar deyapti. Endi hali odam qani ertaga surishtirgancha deyapti. Qarang, u ketmaga keladi-da. Endi josuslikka o'tyapti. Bitta-bittaga ogohlantiradi. Seni kuzat, meni kuzataman qani. Ana josuslik ketdimi? Alloh taolo shuni ogohlantiryapti. Gumondan saqlan, josuslik qilma. Ana endi uni aybini ochmagan deyapti. Haqiqatan endi beayb inson yo'q. Hamma inson ayb bor. Endi aybini bilib qoling. Endi ko'chaga chiqib hammaga endi butun aytib yurmaydi o'shani deyapti. Jamiyatni buzadi bu narsa. To'g'ri, kimlar aytishmoqda? Men buni ogohlantiryapman. Ogohlantirish o'zining yo'li bor-da. Hammaga aytsa, odatda bir narsa bor. Bir yomonlik ko'rsanglar, tarqatmanglar degan hadisda. Nima uchun? Chunki mana bugun hozir mana internet degan bir narsa chiqqan, hamma narsa bor-da. Shu inson anatomiyasi bu kerak bo'lmay qoldi. Hamma narsa o'sha internetda bugun cho'chilib ketdi. Xayriya bo'lmay qoldi. Endi bosh chetga surilib ketdi Alloh shunchalik bugun odamlarni quyushlardan chiqishga olib qo'ydiki o'sha internet tarmoqlari. Bu tarmoqlarda bo'lib turgan holatlar qarang. Bir odamni aybini bilib olib, o'zi bilyapti, lekin tarqatmayapti. Bir inson umrida o'sha tarqalgan gapni eshitmagan bo'ladi. Albatta qismida bir narsa tarqalib, tez ko'ring deb yozib qo'yadi. Blogerlarga shovozda so'rashni ko'ringmi deb qo'yadi. Va tarqating jo'ralaringizga deb qo'yadi. O'z ko'rsan, bir bilmayman, lekin mavzu zo'r bir juddi ham shov-shuv bugun sodir bo'ldi. Bunaqa Anda hamma ko'ryapti. Shu ko'rganda haligi yoqdagi bitta odam o'sha voqeani umrida ko'rmagan haqida ham o'sha narsa. Tasavvuri yo'q. Buni ko'rib, hayotda shunaqa narsalar bor ekan deb qarang. Ayb sochilishda jamiyatga qanaqa odamlarga o'zi zarari bor. Mana shu narsani hayotda ko'rganimizda, bu asfaltlar 50 ga kirib shu narsani ko'rmabmiz degan joylar hozirga bo'lyapti. Shu narsa tarqatyapti internetda. Yana bir aqllar chiqadida, endi odamlar buni bilish kerak-da. Qachon ko'proq bo'lamiz deb. Voy shu bilmay o'tib ketgan odam bor shu ayblarda. Shu bexayr narsalar. Bilmay o'tib ketsa ko'radi. Demak, o'shani keng tarqatib yuborishni yomon bitta jihati, hali ko'rmay qolib shuni ko'rib o'zi ochib ketib qoladi-ki. Hayotda bunaqa bilmagan narsalar bor ekan deyishyapti. Alloh taolo mana shu narsadan bizni qaytaradi. Demak, mana shunaqa qilib bilmas narsalarni yuzaga olib chiquvchi bo'lmaylar deydi. Hazrat Usmon roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda aytadilarki, Payg'ambarimiz Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam bilan tizzalarga tegib turganini eshitgan bu hadisda ogoh bo'linglar. Josus hech qachon jannatga kirmaydi degan hadis. Josus jannatga kirmaydi degan. Josusni namoz o'qiganga qarab benamoz deyilmayapti. Tamom. Kim bo'lsin josus? Jannatga kirmaydi. Nima uchun? Chunki Alloh taolo bu dunyoda bir imtihon maydoni qilib qo'ydi. Hammamiz sinovdamiz, hammamiz imtihondamiz. Qarang, hozir bu gapni avvaldan aytganman. Hozir mana shunda nechta odam o'tirgan bo'lsak, mana pastdagi, buyukdagi hovlilarda, deylik bir 5000 odam deb o'ylaydigan bo'lsak, bironta odam chiqib kelsa-chi, menda umuman ayb yo'q deb. Hamma qilyapti-da. Ba'zi o'zimizni aybimizdan o'zimiz ijod qilamiz. Shu aybni otani bilib qolsa nima bo'ladi deymiz. Lekin qo'shni bilib qolsa nima bo'ladi? Lekin aka otam bilib qolsa nima bo'ladi? Otasi bilib qolsa,
o'sha kuni olib boradi. Shu kuni olib boradi. Shundan faqat bor. Hamma joyda bor. Lekin Xudo taolo o'sha aytlarimizni bekitib turibdi-da. Alloh shu aytlarimizni yashirib turibdi. Mana bunday masjidlarga kelib, sajda qilib, chin dildan pushaymon bo'lishlik imkoniyatini Alloh berib turibdi. Endi bir odam kelib turib, bunday deyishga endi umuman yo'li yo'q. Alloh taolo bandani sha'nini o'zi himoya qiladi. Misol sizni kimdir tuhmat qilyapti sizga. Achchiqchasiga tuhmat qilyapti. Jamiyatda sizni butun qadrsiz qilmoqchi. Qishlog'ingizda beobro'li qilmoqchi. Imkon qadar o'zingizni oqlashga harakat qilasiz. O'zingizni oqlolmagingizni endi xunob bo'lmang. Xafa bo'lmang. Endi sizga Alloh taolo o'zi himoya qilishga o'tadi. Mana bu haqiqatdan biz bilaylik. Hech qachon mo'min banda xafa bo'lib qolmasinki, endi ahvol qanday olgan? Ha? Bu g'iybat qilib butun hamma joyga biz saloyiq qiladi endi. Endi ahvol qanday bo'lar ekan deb mo'min odam hech qachon xafa bo'lmasin. Chunki mo'min bandani Alloh taolo o'z himoyasiga olar ekan. Yana bir hadis sharifda Imom Tirmiziy rivoyat qilingan. Rasulullohki, "Ya ma'sharana qad aslama bi lisanihi va lam yufdal iymani ila qalbihi." O tilida iymoni bo'lib, hali qalbiga o'tmaganlar. Ogoh bo'linglar. La tu'dul muslimin, musulmonlarga hech qachon aziyat berib qo'ymanglar deyapti. Takrorlab, ogohlantirib, butun hammaga demayapti. O'zi umuman inson zotiga aziyat berish mumkin emas. İnson kim bo'lsin? Qanaqangi millat, qanaqangi elat bo'lsin, uni rangi qanaqa bo'lsin? Uni Alloh insonga yaratganmi? Uni o'zi hal qilib, uni obro'sizlantirish umuman mumkin emas. Umuman. Biroq bu yerdagi hadisda yana ta'kidlab aytyaptiki, ogoh bo'linglar, o tilida iymonlar bag'iga qalb o'tmaganlar. Ehtiyot bo'linglarki, hargiz mo'min bandaga siz aziyat yetkazib qo'ymaydi. Aligapda mo'min bandaga endi aziyat berayotgan bo'lsa, endi Alloh taolo o'zi hisob qilib qo'yadi. Hech qachon mo'min bandani wala tu'ayyibuna aybini axtarishga o'tmanglar. Men mana shu qonunchi hojilarni aybini qolmanda bir martaga shuni chaqiradi chiqaradi deydiganlar borda. Bagapda nima foyda shunda? Nafs bir mazza qiladi, tamom. Lekin ertaga dunyoda necha bir daqiqalar mazza qiladi. Endi oxiratga borganda ko'radigan narsa. Hech qachon bir bandani uni aybini ochishga sizlar harakat qilib, uni orqasidan ergashib unaqa ish qilib yurmanglar. Agar kim bir mo'min musulmon bandani aytayotgan bir musulmon bandani aybini ochaman, shuni men isbotlab sharaflarini chiqarib beraman deb o'ziga va'da berdimi, birovga va'da berdimi? Endi shu musulmonni ketidan ergashib yuribdi. Men buni sharafat bilan bir martaga ko'raman dedi. Alloh taolo o'sha bandani ketidan tushirar ekan. Xudo tushirar ekan. Mo'minda aybini ochaman deb mo'minda ketidan ayroqchilik qilib yurgan Alloh taolo ketidan tushirar ekan. Qaranglar, odatda soqchini ham qo'yib qo'ymayapti, bitta farishta tushirib ham qo'yaman deyapti Alloh taolo. Uni o'zini aybini ochib tashlayman deyapti. Uni Alloh taolo shu qadar sharmanda qiladiki, hattoki u uyida bo'lsa ham deyapti. Endi u uyiga belgini olib, eshikni qulflab olib, hech kimga ko'rinmasdan agar bir ayb ishlarni qilib yashirib turgan bo'lsa ham, ko'chada musulmonlar sharmanda qilib kelib, bu uyini ichida o'tirgan bo'lsa, Alloh taolo shu uyni ichida sharmanda chiqarib tashlar ekan. Mana bu yerda ham qarang, Alloh taolo bir mo'minni himoyasida joylab qo'ygan. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu bir tanishi uyiga bordi, bir savdogar tanishi edi. Uyiga borsa, o'sha payt quldorchilik bilan bir yoshlar ayol kirib chiqib xizmat qilyapti. Ya Zaniya deb qo'ydilar uy egasi, hali kirib chiqib yurgan ayol. Buzuq ayol deb bor. Faloncha tezroq qilgan deb ish buyurib qo'ydi. Abdullah ibn Abbos esa bu kishi oddiy inson emas. Rasululloh amakilarining o'g'li bo'lib ham Bahrul Ilm deb nomlagan, ilm dengizi deb nomlagan juda ham buyuk zot ahli baytlar. Shu zot gapni eshitib qolib, "Voy, nima deding?" dedi. "Ha,
Bu ko'chada sotib olib keldim kecha bozorda. Zani yemek gölgeler dedi, rızkı dedi yani. Şuna kadar akşam yedim gölgeler dedi, bak güzel yürüyen vardı. Bozuldu mu ama? Fahşaya bize geliyor dedi. Kurgan mısın dedi. Fahşaya. Kurmagan da gumon qilyapman dedi. Endi borib o'shani ayolni topdi, hozir oldiga borganlar ishingda qo'y suhbat berib qo'yganda, borib kechirim so'ragan. Yo'q, qanaqa yo'q, Said Xo'jayin haligi cho'ra ayoldan qanaqa kechirim so'rayman? Ogoh bo'l, men Rasulullohdan eshitganman. Kim bir Xudoga ishonadigan odamni bir ayblasa-yu, o'sha aybini isbotlab bera olmasa, dunyoda kechirim so'rab uni rozi qilsin. Agar kechirim so'rab rozi qila olmagan bo'lsa, o'sha ish qilamiz. Hozir unga 80 darra urish kerak ekan. Isbotlab bera olmagan uchun. U ishni ham qila olmaydigan bo'lsa, endi qilmadi. Haligi kibrik bo'ldi, boshqa qildimi, qozini sotib oldimi? Haligi bechora aylanib qolib ketaverdi. Gunohkor, zinotkor, lekin alkash deb tuhmat tagida qolib ketdi. Endi oxiratda Alloh taolo uni jahannamda 80 darra o'tirar ekan. Mana shu gap degandan keyin haligi odam sap turib ketib borib haligi ayoldan kechirim so'rab, Xudo uchun meni kechirib ozod qilib olgan. Oxirida alamiyat bo'lgan ekan. Shuning uchun bu dunyoda tilib deyishga quyuqlar kerak emasda. O'zim borlarda ko'rmas kerak yo'q. Xudodan qo'rqishimiz kerak. Mana Qur'onda ilk voqeasini Alloh taolo Nur surasida zikr ilk voqeasini ko'plar eshitgan, tarixda o'qiganlar bor ichimizda. Mana bu bir ibrat bu narsa. Bu juda ham musulmon ummatiga, musulmon odamlarga juda ham qattiq zarba berilgan kun. O kunda Bani Mustaloq G'azovadan qaytib kelayotganda yo'lda bir joyga tunab, o'shanda chodirga tikilib tushib hamma dam olganda Oysha radhiyallohu anha onamizga o'sha kuni tuhmat sodir bo'lgan. Oysha onamiz ummatning onasi. Jabril farishta alayhissalom kelib turib Oysha onamizga Alloh salom aytdi, ya Rasululloh siz Alloh salom yetkazing degan zot. Kimsan Rasulullohga birinchi iymon keltirib, Rasulullohga butun umrini fido qilib, Qur'onda ismi zikr qilingan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qizlar. Ular ham hali balog'atga yetmasdan turib belgilab qilib qo'ygan nikohlanishga. Nima uchun? Shunaqangi pokiza ro'zg'orda katta bo'layotgan qizni hali fitrati buzilmasdan, ko'chalarni ko'rmasdan turib, o'zingiz olib tarbiyalik ummatning onasi bo'lsin deya Alloh taolo tanlab bergan ona. Shu onamizni g'iybat qilgan. Bani Mustaloq G'azovaga kelayotganda u paytda tuygani ustiga gajava degan bir narsa uygacha bo'ladi. Ayollarga shu parchachalar qilinib tuyaga o'yilganda, keyin tuyalar cho'kkanda erkaklar shuni tushirib qo'yib ketgan. Ayollar keyin erkaklar daroqqa ketgandan keyin tushib, tahoratlarni almashtirgan, namoz o'qiganda, hech kim namoz qilganda erkaklar aloqada turgan, tunagan. Safada shunaqa ish bo'lgan. Ana keyin hammaga Rasululloh turdik yuringlar deganda, Oysha onamizni ham o'sha kajavaga kirib o'tirgan deb, kirib shu yerdamiz deb qaramaganda bugungi kunda odamlarga o'xshaydilar. Komanda berildimi? Buyruq berildi ko'chada aytganda. Hamma minsin ketib yuramiz deganda, shunday keldi, sahobalar qarasa hamma ayollarni o'sha kajavasi tayyor turibdi, tuyaning ustiga mahkamlab yurdik ketaverdi. Oysha onamiz bironta chetaraqda o'shada hojat uchun chiqqan bo'lganda qaytib kelsa, ketavergan. Oysha onamiz qahar olishni bilmaydi. Baribir meni yo'qligimni bilib Rasululloh qaytib kelsalar kerak deb shu ularni shunday ko'rgan. Bir muddatdan keyin qarasaki o'sha yerga odatda musulmonlar shunaqa foyda bo'lgan, hamma karom ketib bo'lgandan keyin bir kishini orqadan Rasululloh jo'natgan. Borib qarab, biror kishini qilichi yoki biror bir narsasi qolib ketgan bo'lsa, shoshib shuni terib olib kelib jo'natgan. Shunda Sa'd Sulaymon degan bir sahoba kelib qarasa tekdan qilich qolib ketgan bo'lgan, tekdan savdolar bilan qolib ketgan bo'lgan. Teri bir qarasaki uzoqda bir ayol kishi o'tirib toshga suyanib uxlab o'tiribdi. Hali Oysha onamiz yosh bo'lgan o'shanda. Hijob oyati farz bo'lmasdan Rasululloh uylariga bir 2 marta kirib chiqqanda uzoqdan Oysha onamizni ko'rgan ekan yuzlari. "Ey Rasulullohning ayollarimi?" deganda ovoz chiqardi. "Hay, Rasulullohning ayollari nima o'tiribdi?" deganda ovozni eshitib, Oysha onamiz shuni uyg'onib ketib, yuzlarini yopib oldi. Borib tuyasini olib o'tkazdi, tuyaga Oysha onamiz o'tirib,
Keyin bir og'izdan gapirmasdan Madinaga qarab yo'lga kelib ketdi. Ana keyin borganda shunda munofiqlarning eng katta lideri u, Madinaning eng podshosi bo'laman deb turgan Abdullah ibn Ubay degan bir odam bu holatni uzoqdan ko'rib qolib, bularni endi kim ayblamay bo'ladi deb o'ylashdi. Doim musulmonlarga bir nozik yo'lda topib zarba berish harakatida yurardi. Zino qilgan demadi. Endi mana payg'ambarning ayoli odamlar endi o'zicha tafakkur qilishga chorlab qo'ydi. Payg'ambarning ayoli. Bu esa payg'ambar sahobasi. Karvondan orqadan xoliy bikov kelyapti. Bularni endi kim poklay oladi? Bular endi pok, gunoh qilmagan deb kim ayta oladi deb butun Madinaga tarqatdi. Bugun Rasulullohga yetib Rasulullohning biroz qalbi g'ash bo'lib qoldi. Rasululloh g'ash bo'lib qoldi. Safardan kelib boshlangan hali yosh edilar, biroz mazasini qo'yganda Rasulullohning fikrlari ham o'zgardi. Qarang, Rasulullohda navbat insoniyatchilik bor edi-da, odam funksiyasi bor edi, o'shida o'zotda. Rasulullohning xafa bo'lganlarini ko'rib, o'shadan tushunmadilar, otandagi 2-3 kun borib kelay Rasululloh, boring deb javob berdi. Bordi, 20 kun o'sha yerda davolanib, biroz o'ziga keldi. Nima bo'lyapti o'zi tushunmasdi. Keyin o'shanda bir ayol kirib chiqib yurdi. Yiqilib ketdi. Iloyim Mustafa o'lsin, shu men bolam deb yig'lab qolayin deb bolasini qarab ketdi. Yiqilishingizga bolangizga nima sababi bor? Nima ta'lim joyi bor edi? Oysha eshitmadingizmi? Nima? Meni o'g'lim yaramas iflos. Mana Abdullah ibn Ubay bilan qo'shilib sizni g'iybat qilib zino qilgan deb Madinaga tarqatgan deganda, Rasulullohning fikri shuncha o'zgarib qolganmi deb Oyshalarimiz nima qilishni bilmaydi. Oyshalarimiz shunchalar o'sha kun yig'lab ko'zimda yosh qolmagan. Ko'zimda yosh to'lgan qonlar chiqib ketdi o'sha kun. Rasululloh meni ana shunaqa ayolga bo'lgan bo'lsa, ya degan fikrga borib qolgan. Ana endi Abu Bakr Siddiq keldi. Rasulullohning do'stlari, yaqin do'sti, Qur'onda zikr qilingan zot. Kelib sekin qizni oldiga o'tirib, qizim, endi bitta gap. Agar mabodo insonsanda sen ham qizim, u ham bir insonlarga saqlanib, mabodo agar ko'ngillariga bir yomon ishlar kelgan bo'lsa, bir Xudoga tavba qilgan qizim dedi. Rasululloh da ko'nglini endi yo'qotmasak, Rasululloh qiynalib qoldi. Allohga qasamki, hargiz men Allohga tavba qilmayman, mana shu gapingizni qilmayman dedi o'rga. Qizim, nega unaqa deyapsan? Men o'sha ishni qilmaganman ya, otajon, nega unaqa deyapsiz? Lekin bu gapni sen isbotlab bera olmaysan, qizim. Qarang, qanaqangi bir katta sinov musulmonlar boshiga kelgan. Ko'chaga chiqib, men o'sha ishni qilmaganman deganlar hech kim ishonmaydi, lekin hamma haliga ikkita yanamiz munofiq hammani zaharlab bo'lgan. Bitta yurib qoldiki, faqat dedi Allohda agar o'zi poklamasa, men o'zim poklay olmayman dedi-yu, ustidan qulab kirib oldi. Rasululloh ham kelib turib, sahobalar yurib turibdi, musulmonlar qattiq qiyin bo'lib chiqib qoldi. Rasululloh qabrga chiqib, chaqirib turdi, sahobalar fikrini so'ragan ekan. Ey Ali, nima deysan sen degan. Shu gap bo'ldi, faqat ketdi, qalbim g'ashibdi. Nima deysan deganda, Hazrat Ali o'sha kishi masala, ya Rasululloh, men bir narsani bilaman. Yer yuzida odam bino bo'libdiki, sizdan qanday pok inson dunyoga kelmagan kelmaydi. Men bir narsaga aminman. Agar siz yer sharidagi eng buyuk pokiza zot Alloh taolo Qur'onda nima degan? Pokka pok deb chiqamiz degan. Agar Oyshalarimiz shunaqangi pok bo'lmaganda, Alloh taolo Oyshalarimizni sizga nikohdan bermagan bo'lar degan. Meni fikrim shu degan. Shunga Rasululloh qalbi biroz yumshagan ekan. Qarang, odatda inson har qancha ilmi bo'lganlarni kimnidir bir dandasiga inson kerak ekanda. Yo'qsa Oyshalarimiz agar pok bo'lmaganda, sizga loyiq bo'lmaganda, Alloh taolo sizni o'zotga nikohlanishingizni buyurmagan bo'lar degan. Shunda sahobalar kelib turibdi, hamma yig'ilib turibdi. Bir ajib bir holat bo'ldiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'sha paytda endi bu voqea o'tganiga 20 kun bir oycha bo'lgan. Vahiy usulib qolgan. Hozir orqasida bitta hikmatli narsa bor, shuni oxirgi hikmatni aytamiz. Shunda hamma hayron, vahiy kelyapti. Oyshalarimiz oqlanmayapti. Rasululloh bir gapni gapira olmayapti, lekin musulmonlar biroz bo'yni egilib qoldi munofiq kofirlarning oldida. Birdan to'satdan Rasululloh titroq bosa boshladi. Qora terga tushishni boshladi. Odatda vahiy esa shunaqa bo'ladi.
Darrov xolani ko'rib, Rasululloh vahiy keldi deb, Abu Bakr Siddiq endi yer yorilib kirib ketmayapti-da. Rasululloh bilan agar mabodo qizim shu ishni qilib qo'ygan bo'lsa, Rasulullohga orasi buzilib ketsa, men payg'ambar oldida kimdek odam bo'laman deb Rasululloh shu umrini fidoqilgan zot edi. Rasulullohga shunday borib, iyimdan yaqindan yechib Rasululloh o'rab qo'ydi. Qaltirib, oraja qilib turgan vahiy kelgan. Abu Bakr Siddiq shunchalik titrabki, Allohim yaxshi xabar eshitib turardi. Agar mabodo eshitgan yo Oysha pok yoki nopok degan ikkita oyatdan bittasi kelish kerak bo'lsa. Bir muddatdan keyin hammasi hodiqat qilib tursaki, Rasulullohda chehralari yorishgan holatda ustidagi shu yopinchiqlar yechib Allohga beriladi. Muborak bo'lsin Abu Bakr Oysha pok ekan dedi. Alloh taolo shu Nur surasida Oysha onamizning pokligi haqidagi oyatni nozil qilib, "Ey Muhammad alayhisalom payg'ambarim, Oyshaga siz avval qanday ishongan bo'lsangiz, xuddi shunday ishoning. Oysha u gunoh ish qilmagan. Ma'lum bir toifa musulmonlarni shafqatini sindirish uchun o'sha ishni qildi va ular jahannamni o'zlariga ochiq qilib qo'ydi." Alloh oqlab qo'yishadi. Alloh oqlab qo'yganda Abu Bakr Siddiq yugurib xursand bo'lib borib, "Ey qizim jonim, muborak bo'lsin, tur o'rningdan tez Rasululloh oldiga bor. Bor Rasul qo'ldan o'pib, kechirim so'ra, xursand bo'lib o'zadi. Nima gap yo'qolsa, Xudo seni pokladi ey qizim" dedi. U kishi qarang shu darajada o'ziga ishonib, "Bor payg'ambarimiz qo'l o'pmayman" deb o'ylagan ekan. Nima uchun? Payg'ambar meni haqida shu gunohga bordi, Alloh oqlab berdi degan ekan. Bu yerda olinayotgan asl ibrat bor. Qanaqa ibrat? Bitta ibrat borki, birinchi ibrat. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga g'iybat qilinishiga qarab turganlar bo'lgan. Shu uchun vahiy uzilib qoldi. Vahiyning uzilishligi bu juda katta xatar edi o'sha paytdagi musulmonlarga. Bundan xulosa olinadiki, orada bir oqilroq iymonli kishini kimdir g'iybat qilib turgan bo'lsa, biz o'shanga qarab, oxiri nima bilan tugar ekan demasligimiz kerak ekan. Doim oldin olish kerak ekan. Aksincha bizdan yashin uzilib qolar ekan. Bir ilm, ma'rifat, bir yaxshi ilm kelib turgan bo'lsa, ana tushunyaptimi? Bir odam ikkinchi odamni g'iybat qilib turibdi. Bu odam obro'li bir musulmon, ahli ilm, bir taqvodor odam, ilm haqida odam. Men bu kishini g'iybat qilyapman. Qolganlar qarab turibdi. Qani buni qanday pazor qilar ekan? Qanaqa qilib beobro'y qilar ekan deb qolganlar qarab turibdi-mi? Alloh taolo qarab turgan bandalardan yaxshi to'sib qo'yar ekan. Bugun shunaqa narsa ko'payib ketdi-da. Mana internet deysiz, televizor va ko'chalar, gazetalar hamma joyda g'iybat. G'iybat bugun keng tarqalib ketdi, hamma bunga like bosyapti. Shuning uchun bugun baraka hayot ko'tarilib ketib qoldi. Bugun shuning uchun har xil kasallik illat ko'payib ketib qoldi. Bugun otalar bolalarga quloq solmay qo'ydi bugun. İnsanlar dunyoga shunaqa shug'ullanib ketdi. İnsanlardan mehr, shafqat, shunaqa bir ulug' narsalar bandalardan ko'tarilib ketib qoldi. Nima uchun? G'iybatga bugun biz oshcha qarab qo'yganligimiz uchun tez o'zimizni umrlashligimiz kerak ekan. Ikkinchi holat. Endi yomon boshladim deb xursand bo'lmasin. Hozir mana shunda ko'pchilikda shunaqa narsa bor. Kimdir g'iybat qalbingizda og'ir ekan. Bor uni urib o'ldirib tashladi, siz jamiyat ko'tarmaydi. So'kay deb janjal qilsangiz, u bilan teng bo'lib qolasiz. U kim sizga? Qancha andisha qilib bor, tortishmaysiz. Xudoga solib degan gap bo'lyaptimi? Bunga Xudo bas kelsa deyapsizmi? Hamma joyda shu gap bo'lyapti-ku. Xudo ana endi o'sha g'iybatchi bog'lab joyiga solib qo'yib demasa, u o'ziga do'zaxni ochiq qilib qo'ydi ekan. Bir musulmonni ko'chada ana shunday xafa qilib qo'ydimi? Bizniki o'ziga do'zaxdan joy tayyorlab qo'yibdi. Mana bu hadisdan oyatda shu narsalarni sabit qilyapti. Uchinchisi, musulmon odam, siz musulmonmisiz? Xudoga ishonyapsizmi? Robbim Alloh payg'ambari Muhammad alayhisalom diniy islom deyapsizmi? Sizni endi ustingizdan har qancha ot haydasin, hech xafa bo'lmang. Har tanishib bo'lganda edi, bir orqada odam bo'lganda edi, buni qanday qilib men oyoq ostida qolmasdi degan g'amda qilmang hech qachon. Musulmon chorasiz qoldi degan kuni
o'zini qo'lidan kelgan ishlarni qilib bo'ldi, buni qo'ldan boshqa ish kelmay qoldimi, o'zini oqlamayapti. Holbuki o'zi bu oq edi, o'zi pok edi, begunohdi. O'zini poklay olmay, o'zini isbotlab bera olmay qolgan pokligini haligi pok odam endi Xudoy taolo siz bilan bizni poklashga ko'rsatib o'tar ekan. O'shuning uchun musulmonlar hargiz sog' bo'lmasin. Musulmon esa xalqqa bo'linib kavshi to'g'rilab berib joyga qo'ygan odam hech qachon xursand bo'lmasin. Baribir musulmonda yuturadi. O'shuning uchun Rasululloh aytganlarki, mu'min bandani ishiga men qo'yib qolaman. Boshqa bir mushkul kelsa, sabr qilsa savob oladi. Bir yaxshilik kelganda shukr qilsa, unga ham savob beriladi. Ajablanaman, qo'yilgan musulmon ishiga degan. Aslida siz bilasiz, ana shunaqangi Payg'ambar alayhissalomdek zot qoyil qilayotgan o'rinda turibmiz, shu o'yinga qo'yadigan bilan bizni loyiq qilib. Shuning uchun mana shunaqangi jamiyatdagi bu ishlar bilan biz o'zimizni chalg'ib qo'ymasligimiz kerak. Kundan birda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga sahobalar kelib suhbatlashib yurdik deydilar. Jabir ibn Abdulloh hadis rivoyatiga to'satdan bir juda badbo'y hid kelib qoldi. Shunday biz dilimizni xirqildiki, Rasululloh bilan burundan yopib, baybaylar, badbaha dedilar, ya Rasululloh, bu nimani hidi? Duvdi shunda o'zlari aytdilarki, musulmonlarni munofiqlar g'iybat qilyapti. Ular og'zidan chiqayotgan hid degan ekan. O'sha hidni biz ham his qildik deyapti. O'z gunohda hid bo'lar ekan. Qaranglar, gunohda hid, sassiq, badbo'y hid bo'lar ekan. Faqat biz buni bilmayapmiz. Sahobalar Rasululloh atrofida yurganda bu hidlarni sezgan ekan. Biz ham shuni sezdik deyapti. Mu'min odamni g'iybat qilib turgan munofiqlar og'zidan chiqib turgan sassiq hidni sahobalar tuyib qo'ygan ekan o'shanda. Ana endi bugun nima uchun bemalol gapirsa, shunaqa deb qo'shilib kelyapsizlar. Mana teri ochlaydigan odamni ko'rasizlarmi? Dashtada bo'ladi to'g'ri, teri ochlaydigan. Teri ochlaydigan kishi uyiga shuni kirib bo'lsangiz, ko'nglingiz aynib ketadi. U ishni yomonligidan emas, haligi terini ochlash uchun bir badbo'y hid chiqadi, ko'rgan bo'lsangiz, juda badbo'y hid chiqadi. U borgan ishtahangiz ham bo'ladi, ko'nglingiz ayniydi. Lekin o'shaga qarang, ular o'shada choy ichib o'tiribdi. U sassiqligi bilingan nima uchun? Ular har kuni o'sha hidni ichiladi. Bu degani teri ochlovchi yomon degani emas, bitta misol. Endi siz ham o'sha kishi oldiga ummatda borib bir o'tirib ko'ring-da. Bemalol choy ichaverasiz o'sha yerda. Hali hech bilmay qoladi. Demak, gunohlarni boshida hid bor edi o'zimizda ham. Bugun demak, o'sha hid burnimizga urib qoldi bizda. Dimog'imizga urib qoldi, bilmay qoldik. Uni olib qo'yamiz-ku. Bilmaydi, bizga deymiz. Ularga bemor o'tiribdi o'sha ichida. Shuning uchun Alloh taolo aslida mu'min odamga buni ko'rsatgan. Kundan birida shuni Allohdan tugan xotiraslar tutiladi inshaalloh. Kundan birida Usmon roziyallohu anhu suhbat qilib o'tirsalar, xalifalik zamonlarida ashunaqalar juda katta jamoat kelib o'tirgan, bitta kelib o'tirganlar shunaqa kelib o'tiraverganda keyin oxiri bir yoshroq kishini kelib eshik oldida o'tirdida. O'tirgandan keyin gap orasida qarab qo'yiladi, gap orasida hay qay zamonlarga kelib qoldik-a? Qanaqangi zamonga kelib qoldikki, qanaqangi bir jaholatlarga botib ketdikki, bemalol zino qilib, bemalol odamlar orasiga kirib o'tirgan qoldik-a, uyalmay qo'ydik-a, deb gap orasida o'sha gapga yarab ketdi. Hali eshik oldida o'tirgan odam shu yer yormadi kirganlarda o'sha zino qilib kelayotgan ekan. Zino qilib yuz qo'li yo'q, hech narsa ko'rmaganda bemalol kelib o'tirgan bu kishi uni bilib turgan ekan. Endi shunchalar boshini egitgan odam qanday bo'ldi endi? Hali qolganlar ko'p sezmadi, bilgan bo'ldi, bilmagan. Suhbat tugab, hamma tarafda bo'lgandan keyin hali eshik oldidagi yigit oxirgi kelganda kechirasiz. Hazrat vahiy bugun ham tushyaptimi degan. Rasulullohga kelib turgan vahiy bugun ham kelyaptimi? Jibril farishta vahiy olib turibdi. Yo vahiy uzilgan. Vahiy uzilgan bo'lsa, meni zino qilib turganimni siz qayerdan bildingiz degan ekan. Men zino qilganimni siz qayerdan bildingiz degan ekan-da. Bu hamsatdan degan ekan.
Mo'min kishiga Alloh taolo shunaqangi farosatli berib qo'yganki, shuni yuziga yaqin bilishga ham bilganlar borlar, oramizda bor shunaqa. O'sha ro'zatki ittaqo farosatli mo'min fa iymon yaqulu bi nurillahi ta'ala. Mo'minni nazaridan ehtiyot bo'lgan, chunki uni nazarida Allohning nuri bor degan. Mo'minni nazariga Alloh nurini berib qo'ygan-da. O'sha nazardan ehtiyot bo'linglar. Shuning uchun eski ilgari otib ona shu nazardan qo'rqmaydi deydilar. Shuning uchun bir gunohni kimdir qilib qo'ygan bo'lsa, endi etikasiga o'xshaydi gaplar oxirida. Mo'min endi qilmasligimiz kerak. Mo'min qilib qo'ygan bo'lsa, bir ay gunoh ishda oldingizda ulug'roq kishi chiqsa ko'zingizga ko'rinmaydi. Ulug'roq odam sizni bilib qo'yib qalbi rajisi ikkinchi qayta odam bo'lmaysiz. Odam bo'lmay qolamiz. Chunki ularga seziladi. Chunki ularga Alloh taolo o'zining nurini berib qo'ygan ekan. Endi bu yerda o'tirgan hamma shunaqangi Alloh taoloning nuriga erishgan kishilar endi buni sizlar boshqa aytingizlar, shu ish qilganda ko'zingiz ko'rmadingizlar-da. Endi bu yerda o'tirgan voqealar emas. Alloh taolo o'zi berganlarni nima, olti juma namoz o'qib bo'lgandan keyin kim o'sha ish qilgan bo'lsa, gunohimiz kechirilgan. Chiqib devorni qilavering degani emas. Bugun kim sajda qila olsa, hozir juma namozida kim sajda qila olsa, bilsinki gunoh kechirildi. Faqat qalbdan o'tsin. Bugun juma namozidan chiqib o'sha ishni boshqa qayta qilmayman degan shart beramiz-da. Inshaalloh o'sha odam bugun bilsinki gunohimiz kechirilgan bo'ladi inshaalloh. Vaqtimizni xotirasizlar, Alloh taolo hammamizni o'tkinchi dunyoda mana shunaqa illatlardan o'zining panohida asragan bo'lsin. Bu illatlarga aralashib boshimiz saqlasin. Tilimizdagi iymon, dilimizga ham o'tishni nasib etsin. Vaqtimizni xotirib, duolarimiz bor ekan. Parvardagi qurishga yuzlari sohib duolarga Abdurrahmon aka bir og'izdan sizga ketgan sohibda Alloh qabul qilsin. Sabr G'affor o'g'lishdan yuzlari sohibda Alloh qabul qilsin. Aka-ukalar qurilishi 6 million sohibda Alloh razı olsun. Jo'rabek Nomoy yuzlari sohibda Alloh qabul qilsin. Shovuz balasi 1 million 200 ming so'm sohibda baliqlar ko'payib, baliqlarni shu hisob dunyo qo'yganlarga qo'yib qilsin. Birodarimiz qo'shni $100 so'mda Alloh qabul qilsin. $100 ketdi, Jarboshdan $100 so'm ketdi. Jo'ralar qurilishi 1 million 200 ming so'm yig'di. Zo'r jo'ralar ekan ular. Ne'matulloh o'g'li Jamshid aka duolar aka 1 million 200 ming so'mlar. Barcha sement ehson beruvchilar haqlariga kecha juma kuni 50 tonna sementga biz muhtoj qoldik. Azizlar, harakat qilaylik. Baraka topsin, ehson qilganlar juda ham xursand bo'ldik. 50 tonna toshni kelib tushdi-da. Harakat Xudo yo'llagan oramizda bor ekanda, Xudo nasib qilsa bo'lmaydi-da. Shu tungi voqeaga tushdiga ko'rmay turib ishondikmi, ko'rmay turib ish qildikmi? Demak, jannat ko'rmay turibdi. Jannat mana shu ehson sohiblariga muborak bo'lsin. Alloh nasib qilsin. Baraka topinglar. Xo'p, endi azizlar mana ish ko'rami kengaydi. Alhamdulillah ehsonlarimiz yaxshi kelib turibdi. Mana tirbaklar keldi, tunukalar keldi, ustini yopish harakatlar juda jadal ketyapti-da. Ustunlarimiz adadi ko'paygan. 30 tagacha ustunlarimiz bo'lgan. Bularda ota-onalari shu 2,5 million, 3 millionga yaqinlashib qolyapti. O'shuning uchun endi buyog'iga ham bo'shashmaymiz. Xudo taolo bizga kuch beribdimi, himmatni Allohdan so'rab harakat qilaylikki, o'shalarda ota-onaga qiynalib qolyapmiz. Hali 3 ta 4 ta bo'lib, 5-6 ta bo'lib ham o'sha kunlikka bir tadbir qilsak juda ham yaxshi bo'ladi. Inshaalloh Alloh taolo ilohim kim mana shu ustolarga shunaqa ota-onaga bugun kirishga harakat qilsa, duolar qilamizki, Alloh taolo jannatda shu ihson qilganlarni o'zi ziyorat qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh Jumani barcha bo'lishini muborak aylagan. Bu juma kunida Alloh dargohiga va barakotdan hammamizni bahramand aylagan. Bebaraka oiladan qilgan Parvardigor. Avval Allohning yurtimizni tinchligiga, har qanday balo fitnadan o'zing saqlagan qish fasli kirib kelyapti. Qish fasli xayrli bo'lishini Alloh nasib qilgan. Qishdagi barcha balo ofatdan hammamizni o'zing hifzingda saqlagan. Yog'ingarchiliklar, ob-havo me'yorida o'zin toqatimizga yarasha bo'lishini Alloh nasib qilgan Parvardigor. Allohning bu baytning qo'rib turibdi, mana shu baytga hissa qo'shib sement olib turganlar, temir olib turganlar, mana shu ustolarga xayrixoh bo'lib, obod qilib turganlar, Alloh hammasi o'zing ko'rib tursin, hammasi Allohning o'zingdan roziligi umidida qilyapti. Alloh hammasi o'zingga rozi bo'lsin. Ihson qilganlarni
bu dunyoda ham jannatdagi Allohning mukofotiga parvardigor. Ehson qilib turganlar esa Alloh o'zining himmatini ziyoda Parvardigor, yurtimizni tinch osoyishtalik, xalqimizni farovon qilgan, yurtboshimizni omon qilgan, har bir balo fitnadan Allohim hammamizni saqlab oqibatimizga uzatgan. Allohumma solli va barik ala Muhammad va alihi va sahbihi. Assalomu alaykum.